Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, keyingi mashinamiz Genesis G80 yili 2025-oyda. Xullas, probegi 26.000 yurgan. Full optionda. Faqat panoramasi yo'q. Hamma yo'g'i bor buni ham. Xudo xolasa slipoy zona. Xo'p. Buni Koreyaning ichida ham eksportga ham qilib beramiz, xudo xolasa. Narxini xudo xolasa telefonda aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa narxini aytamiz, kelishtirib yo'lida qilib beramiz. Tamoyil shu 40 millionda tepasida chiqadi, xudo xolasa. Mashina yangi, unaqa urilgan, qirilgan joylari yo'q. Hamma yo'g'i tiniq holatda. Bitta chang, bitta mo'yka qilsa bo'ldi. Mashinamiz shu tiniq holatda, akalar. Bemalol kelib, minib ko'rishingiz mumkin. Bozorda turibdi. O'zimizniki bu ham. Kelib bemalol minib ko'rishingiz, tekshirib olishingiz mumkin. Любой ustaga ko'rsatib olasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh yaxshi narxlarda qilib beramiz. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, topib beramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.